esda ichdingiz a? Toksikozingiz to'xtab qoldi. To'xtadi. Necha haftada to'xtadi? Necha hafta bo'ldi to'yingiz to'xtaganiga? Hozirmi? Boshida bir oy yaxshi bo'ldim. Toksikoz endi qayd qilmadim-ku, ko'nglim aynidi o'z. Keyin Bo'lmadingiz. Bolangiz endi mana bu ayolimiz hayz kunini bilmayapti. Bolamiz yuragini to'xtab qolgan oyisi 12 hafta 4 kunlik. Shamollaganda bugun 3-ayolimdan shu gapni eshitganman. Shamolladi, lecheniya olmaysizlar-da, e'tiborsiz bo'lasizlar. Dorini o'z vaqtida ichmagan, suv kamayib qurib qolgan. Halida bittasiniki nega ichmadingiz desam, qo'rqdim dori ichishga deydi. Dorini zararidan ko'ra hozirgi kunda infeksiyalarni zarari kuchliroq jonim. Endi bu bolajonimizni to'xtab qolganiga taxminan 2 haftacha vaqt bo'lgan. Hozir men aytaman.